Salom hammaga. Bizda 124 ko'yin bor. Shuni ochib ko'rsatib beraman hozir. Qancha bo'ladi, qanchaga oqamiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi ko'rsanglar. Yoqsa like bosinglar, podpiska tashlaylar. Bundan ham zo'r open case'lar bo'ladi. Keyin UC'li konkurslar ham qilaman. ID'larni yozsanglar. Yutgan odamga обязательно tashib beraman. Yutish ham shart emas. Ko'rib podpiska qilsanglar bo'ldi. ID yozib qo'ysanglar 60 UC'dan har bitta ochgan kesimda tarqataman. Chunki hozir podpiskam kam, bemalol tarqatishga imkoniyatim ham yetadi. Xullas bosish kerak. Bunaqasi bo'lmaydi. Hozir qaysini ochsam ekan? Qani mashina bitta ochib boqamiz. Bizga to'g'ri keladigan shu ekan, 119 ga ochib ko'ramiz. Nima beradi? Qani ketdik. Xo'sh, AVM tushdi-yu. Necha ekan bu AVM? Topolmayapman cho'z. Qani 266 mi? Bu 266 tushdi. Yaxshi, yomon emas. 271 ga ko'tarildi. Hozircha yomon emas. Endi bu yoq kesdan chiqamiz. Endi yana ham kattaroq kes ochishga harakat qilamiz. 249 likdan ochib boqamiz. Oldingi safar ochganimda yaxshi bergan edi mana shu kes. Ko'ramiz, yana yaxshi beradimi, yo'qmi. Nechilik? O 673 tushdi. 249 ga ochganimizda. Shu 695 bo'ldi biz ko'rib turganinglardek. Hech qanaqa buldrop bilan hamkorlik yo'q. Shuni kiryapman, ochaman. Nima bo'ladi, nima qo'yadi ko'rib boringlar. Mana endi 666 likni ochamiz. O'sha mana sekin ko'tarilib ketamiz. 666 likdan nima beradi? 666 likdan 216 berdi. O'sha 246 bo'lib qoldi yana coinimiz. Bu oqizdi. Demak, mayda keslarni ochish kerak ekan. O'zi hech kimga maslahat bermayman bu kesni ochishni pul tiqib. Bir oqizadi. Tushib qolish mumkin, u juda qiyin. 10 ta odamdan bittada o'xshab qolish mumkin. Prosta ko'ringlar, xulosa qilinglar deb ochib ko'rsatib beraman. 100 ta odam aldangan